Assalomu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Angliya parlamentinin, Amerika, Kanada və Gollandiyadan keyin Xitoy hökumətinin 2017 yıldan beri Uyğurlarga qaratqan cinayətlərini irqi qırğınçılıq deb e'tirof qilishi to'g'risida alohida söhbət ilib boramiz. Biz bu münasibət bilan Dünya Uyğur Qurultayının London işxanasının müdiri Rahima Mahmudni bu söhbətə alohida təklif qildik. Rahima Mahmud xanım, xoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Allah bilen Rahima xanım bu Peyşem günü Angliya parlamentine, yani Avam Palatası'da birdek hiç qanday bir qarşı bilet yok. Xitoy hökumətinin Uyğurlarga qaratqan cinayətini irqi qırğınçılıq deb e'tirof qildi. Siz bu birdek avazda bu natijaning chiqqanligi ham bu irqi qırğınçılıqni e'tirof qilgandan siz hayron qildingizmi? Rahmet. Yo'q, hayron qolmadim. Nima uchun degan vaqtda 2-3 qitimliq shu sodi qonuniga irqiy qirg'inchilikni kirgizish, ya'ni Trade Amendment Bill. Shuningda 3 qitimliq qayta talash tortish bo'lgan vaqtida ko'p sondagi millat vakillari Uyg'urlar tarafda turgan. Uyg'ur masalasini nihoyatda kuchlik parlamentda o'tirg'i qo'ygan. Shuning uchun asos jihatdan butunlaydagidek millat vakillari ba'zi hamda hukumatninki ministrlaridan boshqa asosli millat vakillar bu Uyg'ur masalasiga alohida ko'ngil bo'layotgan va buni qirg'inchilik deb atab kelayotgan bo'lganligi uchun biz o'zimiz hatto cho'qim shundoq bir javob chiqadi deb oldin ola masalan bayonotlarni tayyorlab qo'ygandiqda cho'qim mushtaq bir qaror chiqdi degan ashna bir shapi botdi. Endi bu o'zligidan bo'lmadi albatta. Nurg'un talash tortishlar 2 yilning o'zi parlamentdagi shu Uyg'ur masalasini o'xshamagan shakldagi o'xshamagan faoliyatlar bilan bu millat vakillariga anglatishda ko'p xizmat qildik. Ham bu IPAC'ning qurilishi bumi bir shu parlament a'zolarininki Xitoyga qarshi harakatga o'tishiga nihoyatda cho'ng bir ta'sir bo'lgan bir guruh bo'lganligi uchun bu ishlarninki tunugunki bu shundoq bir ovozda o'tishi o'z bir tasadduf bir nima emas. Bu bir nihoyatda oldirmay, harmay, talmay shundoq bir qadam mengib eng oxiridagi natija. Albatta, bu siz degandek, ammo bu Angliya parlamentida bu Angliya bilan Angliyaning So'ri kelishimiga, ya'ni qo'shimcha modda kirgizamiz degan, ya'ni irqiy qirg'inchilik moddasini kirgizamiz deganda 3 qitimda endi bu parlamentdan o'tmadi. Endi ba'zi hukumatning ministrlari ham parlament a'zolari bo'lsin, bir qismlar qarshi turganligi uchun o'tmadi. Ammo bu qitimqi bu Avam palatadagi bu endi faqatlam Uyg'urlarningki uchrayotgan bu ziyonkashligining irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilish bu qaror loyihasiga endi birdek hamma odamning tang ovoz berib hech qanday qarshi ovozning bo'lmagani albatta bu bir zo'r bir siyosiy g'alaba. Albatta siz boshlig'idagi Uyg'urlar ham Angliyadagi nurg'un Yahudi tashkilotlar bo'lamdi, musulmon tashkilotlar bo'lamdi. Ularning o'ynagan roli nihoyatda cho'ng. Sizningcha bu qitim bundoq o'tib ketishining yana bir sababi, ya'ni Xitoy hukumati Nusrat G'ani, Duncan Smith qatorliq parlament a'zolarini jazolaganligining buning bir foydasi bo'ldi deb qaramsiz? Albatta buning cho'ng foydasi bo'ldi. Bu millat vakillarini ham emas. Misolga qonuniy organ Essex Court Chamber buni qonuniy analizida eng oxirgi chiqqan qarori bu butunlay paketga qarab chiqqan qarorni Essex Court Chamberni qartizimlikka kirgizdi. Uningdagi masalan Joe Smith Finleydek Angliyada tonilgan Xitoy mutaxassis professorlarni bu haqiqatan Angliya hukumatiningki bunaga intayin qattiq qarshiga oldi. Bundaq aytgan vaqtda o'z vaqtida shu Nusrat G'ani, Duncan Smith bular oldingi qitimliq kampanyalarda xuddi hukumatninki biz ko'zdagi miqqa o'xshash shundoq ko'rilgan. Ammo shu 5 millat vakilini jazolagandan keyin
Boris Johnson alohida o'zining ishxonasiga taklif qilib, bular bilan ko'rishib, hatto Twitterlarda o'zining bu haqqoniyati tug'an millat vakillari bilan bir safda turadiganligini jakoladi. Shuning uchun bu amaliyotda bizga foydali bo'ldi. Uyg'ur davosiga ham aytib foydali bo'ldi. Bu Xitoyninki naqadar rezil, naqadar chidamas, naqadar nohaq shunaqa bir hukumatlikini texmi yaxshi to'nib yetishiga bir ulgu bo'ldi deb o'ylayman. Hozir hamda Amerika hukumati, Kanada parlamenti, Gollandiya parlamenti hamda Angliya parlamenti hamda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatni rasmiy shaklda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Sizningcha hamda bu to'rt g'arbdagi muhim davlatning e'tirof qilishi bilan hozir Yevropada boshqa davlatlarning, masalan, hozir Italiya parlamentida, Belgiya parlamenti ham Litvaning parlamentida hozir shu irqiy qirg'inchilik qaror loyihasini jiddiy muzokara qilyapti. Sizningcha bu Angliya parlamentining buni qabul qilishi irqiy qirg'inchilik deb, qolgan parlamentlarning qabul qilishiga bir turtkilik rol o'ynaydi deb qaramsiz? Albatta, tunugunki bütün millet vekilleri, şu söz qilgan millet vekillerininki hammasining so'zini anglaydigan bo'lsak, bütün paketlar bilan nima uchun buning qirg'inchilik deb atilishi to'g'ri ekanligini so'zladi. Başqa şu hozir buni yetaklayotgan IPEC'ning millet vekilleri, co-chairlari, İtalya'nın şu IPEC co-chair, Lithuania'nın IPEC co-chair, bular qo'llanadigan materiallar, so'zlaydigan so'zlari farqli yo'q. O'xshash shu paketlarni va ikki qonuniy analiz, birsi Essex Court Chamber'ninki qonuniy fikri, yana birsi New Line Institute Amerikadagi uning shu ikki qonuniy analizning nayt cho'ng bir roli bo'ldi. Chunki buningda nayti ro'shan buni tushundirgan, ya'ni Uyg'urlarninki hozir qirg'inchilikqa uchrayotganligi, Xitoy hukumatininki qaysi tarafdan qirg'inchilik olib berayotganligi va insoniyatga qarshi jinoyat olib berayotganligi. Shuning uchun meningcha bu, chunki eng oxirida mayli siyosiylar bo'lsin, parlament a'zolari bo'lsin, mayli xalq bo'lsin, paketga qarab, haqqoniyatda turadigan odamlar paketga qarab bir qaror beradi. Chunki bizning qo'limizda nihoyatda yaxshi paketlar bor. Bu Angliya parlamenti bu qarorni chiqargandan keyin hozir kelgan oyda Germaniya parlamentida bu, ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi to'g'risida bir munozara olib bormoqchi. Uningdan sirt Angliya parlamentida bu irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan keyin Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatni hozir bu Avstraliyada, hatto Yangi Zelandiya hukumatlariga besim bo'lyotdi. Sizningcha bu Angliyada buning o'tishi, bu Avstraliya, Yangi Zelandiya qatorliq Angliya, ya'ni Buyuk Britaniya birligiga tabi davlatlarning bu Uyg'ur masalasini haqiqiy turda bir irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishda qanchalik bir roli bor deb qaraysiz? Meningcha bek muhim roli bor. Chunki bular shu parlamentda talash tortish olib borgan vaqtda tunugimmi Angliyada, Amerika, Kanada, Gollandiyani misol qilib turib olganga o'xshash, buningdan keyin 4 davlatninki shu qarorni misol qilib turib, buni bir paketlar bilan o'tirg'a qo'ydi. Shuning uchun endi yana birsi mening deydiganim, buni cho'qim shundoq bo'ldi deb qarab o'tasak o'zligidan bo'lmaydi. Bizmi masalan Angliya o'zida intayin jiq faoliyat qildik. Bütün Yahudi tashkilotlarini, shaxslar, musulmon tashkilotlar, musulmon millat vakillari, onunkin Hong Kong, Tibet, shu hamkorlashqini bo'ldigan bütün hamkorlashilgan kishilar bilan birlashib, millat vakillariga to'xtamay xat yozib, millat vakillariga bu hozirgi Uyg'ur Allah'a bo'layotgan bu zulmninki qanchalik eg'irligi va bularga shu briefing, ya'ni qisqartma shu nimalarni sunib, bularga aytaylik yaxshi bu hozirgi masalani tunishga jiq xizmat qildik. Shuning uchun bu ishlar Angliyada bo'ldi, Kanadada bo'ldi, hamda bu davlatda cho'qim bo'ldi deb undaq o'ylasak bo'lmaydi. Biz, ya'ni o'zimiz shu bu ishni mening ishim deb shu davlatdagi Uyg'ur qarindoshlarimiz hozir bizga esdoshlik qilayotgan, biz uchun
bir iş qilib bersem degan kishilarni hammasini yeniga yig'ib bu ishda alohida bir harakat qilish kerak. Faqatlam namoyish emas, bu namoyishdan burun qildigan nurg'un ishlar bor. Albatta. Hamda bu Angliyada bu qarorni o'tirib qo'ygan xonim, ya'ni parlament a'zosi Nusrat G'ani bo'ldi. Siz payshanba kuni bu xonim bilan ko'rishdingiz. Siz birinchi qitim ko'rishdingiz deymi bu? Nusrat bilan biz ekran orqali ko'p ko'rishgan. Burun parlamentda ochiq vaqtda 2019-yili qisqa bir uchrashuv bo'lgan. Tunugin hamda bir alohida bir uchrashuv bo'ldi. Alohida meni taklif qildi va o'sha tunuginki parlamentning haqiqiy tarixiy shu talash tortish, ya'ni debatga mening ashada shohid bo'lishimga alohida men taklif qilindim va shu yerda ko'rib o'tladim. Buning uchun haqiqatan o'zimni ta'sirlandim. O'zimni haqiqatan tutamay qoldim bunday aytgan vaqtda. Bek ta'sirli bir kun bo'ldi tunugin. Albatta. O Nusrat xonimning kiygan do'ppisi va otib sharpasini uni siz taqdim qildingizmi yo boshqa Uyg'urlar taqdim qildimi? Parlamentdami shu atlas sharpini kiyib turib bu qaror loyihasini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Buni ko'rgan Uyg'urlar albatta nihoyatda shodlangan bo'ldi. Men buni oldin ola plan qilib, o atlas sharpini, dazmollarni silib, tayyor qilib tunugin bütün uydagi hamma do'ppilarni ko'tarib bordim. Shu so'z qilgan millat vakillariga parlament skveriga chiqib, Uyg'urlar bilan ko'rishib, bizga so'z qilgan millat vakillariga birdan do'ppi berdim, rahmat aytib. Hatto Luk bir do'ppini bergan, bugun atdigan Luk qizininki rasmini tortib menga yo'llabdi. Voy, endi men qizimdan alamaydigan bo'ldim bu do'ppini deb. Kichik qizi kiyyapti atdiganda. Hammasi shu nimdaq chiroyli bu do'ppi, nimdaq chiroyli bu do'ppilar deb shunchalik xursand bo'ldi, xush bo'ldi. Albatta, hamda mening o'ylig'im tunugunki mushundaq bir fursatda bizning hozir Uyg'urlarningki madaniyatimiz har jihatdan bizni Xitoy mushundaq siqiyotgan bir mezgilda bu bir tarixiy bir kun bo'lgandan keyin Nusrat G'anininki ash parlamentda bizning chiman do'ppimizni kiyib sharpini taqab turib ashada shu Uyg'ur masalasiningki eng bosh onasi bo'lib tunugin buni o'tirg'a qo'ygan bo'lgandan keyin men shunaq arzu qilgandim, ammo parlamentda bosh kiyim kiyishga bo'lmaydi ekan. Shunashqa do'ppini kiymadi, lekin sharpini atib men o'zim so'yindim. Bek yaxshi bo'ldi. Ham parlamentga tushgan rasmlardimi, o'zi so'zlagan so'z qilgan vaqtdami chiman do'ppi bilan chiroyli xuddi o'zimizning millatimizga o'xshash bir xil hamda bir yaqinlik, bir boshqacha bir insonga bir xushalliq, huzur beg'ishladi deb o'ylayman. Yaxshi bo'pti, albatta. O Nusrat G'ani xonimga nihoyatda yarashibdi do'ppi bilan bu yog'liq, albatta Uyg'urlarning do'ppi kiyimlari. Aytin degandek, bu Avstraliyada hozir Yangi Zelandiyaning bu talash tortishlar nihoyat kuchayyotidi. O'tgan haftada Avstraliya strategiya tadqiqot institutining tadqiqotchisi Vicky Shu xonim u Avstraliya ABC'ning ziyoratini qabul qilgan chog'da savol-javob programmasida bu yerda asli Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyati irqiy qirg'inchilik, Avstraliya buni biladi, ammo iqtisodiy sababdan hozir Avstraliya buni rasmiy shaklda jakallamadi deb tanqidlagandek bo'ldi. Uningdan sizningcha bu Buyuk Britaniya birligida, Commonwealth, masalan hozir oldi keyin 54 davlat bor. Bu Yevropada, Afrikada, Osiyoda, Okeaniya, Janubiy Osiyo degandek nurg'un o'xshash bo'lmagan qit'alarda bu davlatlar cho'ng kichik bo'lib bor. Masalan, buningda bir qancha musulmon davlatlar bor. Buningda Pokiston bor. Buningda Bangladesh bor. Buningda Malayziya bor. Hindiston musulmon davlati bo'lmasmi, uning 300 million musulmon nopos bor davlatlar. Sizningcha Angliya parlamentining hamda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bu jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishidan keyin Angliya hamda bu Buyuk Britaniya birligi sababidan bu qolgan davlatlarga hozir Xitoyga ya yan bosgan yo ko'zni
etib olgan bu davlatlarningmi asta-asta harakatlanishda bir foydali rol bor deb qaramsiz? Menimcha foydali roli bor. Hech bo'lmasa tunugungi qarori butun xalqaro xabarlarda bu anglandi. Hech bo'lmasa shu davlatlarningki Uyg'ur masalasiga bo'lgan ong saviyasini o'stirishga bir foydasi bo'ldi. Nurg'un davlatlar hozir ko'zini yumib bu amaliyotda Amerikaninki o'ynayotgan o'yini yo Xitoyning dunyoga g'o'ja bo'lishini to'sash uchun shundaq yolg'on yavdoqdan Uyg'urlarni qirg'inchilikqa uchrayotidi degan shundaq disinformation ya'ni yolg'on uchurlarni taqitib hayron qoldigan yerim nurg'un insonlar shunga ishindika. Haqiqatan ishindiganlar bor. Masalan, tunugin shu Parliament Square'da bir Welsh odam kelib ashada shundaq qaynab so'zlab ketdi. Xuddi Xitoydek g'azablanib so'zlab ketdi. Misolgada, sizlar shu Xitoyga qarshi harakat qilyapsizlar. Shu Xitoyga qarshi harakat qilishdan boshqa bir o'yin emas bu degandekchi. Shuning uchun bu ongni o'zgartish bizningki o'zimizning va shu hozirgi dunyoning oldida mengayotgan Angliyaga o'xshash shu demokratik davlatlarningki shunaqa e'tirof qilishi bilan boshqa davlatlarning fikrini Xitoyga bo'lgan Xitoyningki helimikir ishlatayotganligi, yolg'onchiligini dunyoga anglatish va shu davlatlarga anglatib, asta-asta bularningki uyg'onishiga ishomasa ta'sir qildi deb o'ylayman. Endi men bu davlatlarni cho'qim ularmi buni mushlarga o'xshashlam bir qaror berdi deb undaq bir faraz qilmayman. Ammo mush orqali nurg'un davlatlar, nurg'un xalq uyg'onadi deb o'ylayman. Bu hamda Angliya parlamentida hamda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Hamda e'tirof qilgandan keyin hamda nima harakat bo'ldi? Bir harakatlar bo'lamdi. Chunki Amerikada e'tirof qilishdan sirt Amerika hukumati o'xshash bo'lmagan shaklda bu irqiy jinoyatga mas'ul bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazoladi. Masalan, ishlab chiqarish qurilish Bing Tuan'ini jazoladi. Onların paxta malları bo'lsin, pamdur malları yani o'xshash bo'lmagan shirkatlarni jazolagan bo'ldi. Şu an Amerika hukumati kayni-kaynidan harakatlanib ketib bordi. Texnik kuchlanib har hafta degandek yangi bir Amerika hukumati bo'lmasa davlat majlisidan yangi bir qonun qarorlar chiqyapti. Texi mush hafta Amerikaning davlat majlisida strategik raqobat qonuni o'tirib qo'yib, buningda asosan Uyg'ur masalasi eng chong masala bo'lib o'tirib qo'yildi. Uyg'urlarga yordam qilish, Xitoy hukumat amaldorlarini jazolash to'g'risida. Sizningcha hamda Angliya parlamenti ikkinchi qadam nima hamda Uyg'urlar bu masalani irqiy qirg'inchilik deb jakalagandan keyin? Albatta buningda tuzilgan nurg'un planlar bor. Aybekninki yetakchiligida birinchi bo'lib hamda shu Chunchangoni jazolash harakati boshlandi. Ondan keyin buning olimpik qatnashmaslik yoki qatnashgan taqdirdami qanday qatnashish degan parlamentda bu shu jihatdan jiq muzokaralar, munoziralar elib berindi. Eng muhim bo'lgan masalan Nusrat G'ani majburiy emgak to'g'risida surishtiruv olib borgan Business Inquiry o'zi shu business nemisang shu savdo komiteninki a'zosi, muhim bir a'zosi. Shuning uchun Angliyaninki Xitoy bilan o'tirsida bo'lgan savdo kelishmalari, import shu butun hamma oqidagi bo'ldigan shu faoliyatlarga mundaq aytganda bir asos qurildi tunugun. Bu asos qurilgandan keyin qolgan ishlarni endi biz faoliyatlarimizda Angliya parlamenti hech qanday bir qarshilik ko'rsatmasdan buni irqiy qirg'inchilik deb atalgan bo'lgan ekan, hukumat buningga hurmat qilish kerak va Xitoyga bo'lgan munosabatida buningki mandaq talablarimiz bor. Buni ijro qilish kerak deb ovozimiz kuchli bo'lishiga va buningki qarorlarga ta'sir ko'rsatishga muhim bir asos qurildi deb o'ylayman. Rahmat sizga Rahima xonim, bugun vaqt chiqarib bu suhbatga qatnashib berganingiz uchun. Sizga ko'p rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi hafta ko'rishguncha xushvaqt bo'ling.